Sal uzoqroq. Yangi yilga boshliqdan nima sovg'a kutyapsiz? Xudo xolasa 2026-yilga hammani omadi yurishib, yaxshi bo'lib ketsa, boshliqdan bitta qora jentira so'raydi. Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Baxtimizga sog' bo'lsa avvalambor, shu 2 xonali kvartira qilib bersalar bo'ldi. Shu gapingizga mana uni va mana uni va hammani asabini yebsiz. 2026-yilda rahbarimizdan nimadir so'rashga odam o'zi xijolat, chunki Elitstroy kompaniyasida hamma sharoitlar bor, oyliklar baland, hamma xodimlarga alohida yondashadilar. Nimadir so'rashga xijolatman. O'zlari sog' omon bo'lsalar bo'ldi. Yangi yilga shu kollektivga $1000 bonus ajratsalar zo'r bo'ladi. Boshliqlardan shu Turkiyaga sayohatga chipta qilib bersa bo'lardi bizga. 2 kishida. Ya o'zingga kelgan gapni gapirma uning oldida. Keyin ishxonadagilar bilan maza qilib dacha-pachaga chiqib dam olish so'ragan bo'ladi. Aytadi-yu, quyoshni mo'ljallasang oyga albatta yetasan deydi. Oyni mo'ljallasang bir baland tog'ni cho'qqisiga yetasan deydi. Hamma narsa bor endi. Bir korobka mandarin. Opasiga kiyim fabrikasi, sizga zambarayni o'qi. Faqat tinchlik bo'lsa bo'ldi bizga. Bormi? Ha? Nima bo'lyapti? Qani? Endi bormi?